Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. 9 oxirindamiz. Urganch shahar 2 etaj yarim plan hovli joyini sotib qo'ydik. Arzon narxda zudlik bilan sotiladi. Barcha sharoiti bor. Fon fasodlar ishlangan, ichkari qismi ham yevro ta'mirdan chiqib tayyor bo'lib turibdi. Layklarni bosib beringlar, yaqinlar ulashinglar. Zudlik bilan sotiladi. Kelishilgan narxda ekranda narxlarni yozib qoldiramiz. Yarim plan oldi steshga qilingan, fasodlar ishlangan, narxni birolar suv svet gazdan muammo yo'q. Stupenkalar ham quyilgan. Akvaplastik ramadan ajoyib ishlangan joy. Buralari bor. Gaz sho'chiklar, elektronli sho'chiklar tashqi qismida. Bismillah. Dalan qismimiz yine do'stlar. Ochiq dalanli ko'rishingiz mumkin. Atachin to'g'rilar qilingan, patologlar ham ishlangan bo'ladi. Lustralar. Yana bu yerda lestnitsamiz ko'rishingiz mumkin. Железо bilan, demir bilan ishlangan bo'ladi. Oyoq ostimiz polностью ham yeri teplый pol ekan bu yerda. И laminat döşelgen. Berla kombinatsiya qilingan yurtdoshlar. Tak, girgeyda rakovinamiz, suv cho'chiklar, ya'ni suv nasozlar o'rnatilgan, suv filtrlar. Layklarni bosinglar, bomba narxda. Bu narxda yer o'rnini olib, solib ham bo'lmaydi do'stlar, bu holatda ikkalib ham bo'lmaydi. Avtomatlar girgeyda ekan, o'ng tomonda bir de zalimiz. Zalam katta tushgan, patologlar ham ishlab qo'yibdilar. Lustralarni taqib, diyorlara fon berilgan, bu yerdan kombinatsiyalar qilingan. Laminat pol, bir yerda teplый pol upravleniялari, sirkulyatsiya nasos kollektorlar. Birini beklab, kladovishni qilib, ya'ni pulsozdan qo'yilgan yaratsiya bo'ladi. Mana bu yerda do'stlar spalnimiz. Ko'rishingiz mumkin, bog'am bor bu joyni, spalni katta tushgan ekan. Bu yerda sanuzel. Sanuzeldan ajoyib qilib qo'yibdilar eshiklar. Zo'r eshiklardan qurilgan. Oyoq ostimiz kafelar urilgan, diyorlar dekor panellar bilan ishlangan, unitazi, rakovinasi, aristoni, vannasi, smesителlar taqilgan. Aytib o'tganimizdek, suv svet gazdan muammo yo'q yurtdoshlar. Bu yerda kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyaga keladigan bo'lsak, fartuklar urilib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Настенный котелlar ham eng yaxshisini, katta mощностьini qo'yib qo'ydilar ekan. Tak, stabilizatorlar, reduktorlar. Santexnik ishlar uklon bilan qilingan, joy baland solingan, baland bosilingan. Bog'ina keladigan bo'lsak, mana shuda katta bog'. Shu do'stlar, fundament tamom bo'lgan yerdan tak, где-то bir 7 metr, 8 metr deng bog' bo'ladi. Endi ko'ngilchilar chiqib qo'yibdi, sizlar ham chiqib olaverasizlar. Bu neytralniy zona bo'lgandan keyin kelishib olaverasizlar, xudo xolasa. Ruxsatnomasini olib. Kuzatishni davom etinglar. Depedagi kanallar bilan tanishamiz. Ochiq dalanli joyni neri zo'r juda. Hol, kislorod bo'ladi, yorug'lik bo'ladi uyda. Yarki bo'ladi, svetlar yoqmasangiz ham. Stupenkalar yatib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi etajga ko'tarilamiz do'stlar. Железный ограждение, ya'ni решетка перилалari ajoyib ishlangan. Chiqamiz. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan tepadan ko'rinishi. Do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Joyni narxi ekranda yozdik. Zalning ustiga zal tushgan, katta etib olingan, fon berib, Eurostilda patologlar ham shunday klassika zo'r ishlangan. Bu yerda yana bir spalni. Do'stlar, beram shu gap. Bunda yana kvadratli katta tushgan spalnimiz. Xudo xolasa, kelib ko'ringlar. Ma'qul kelsa savdosini qilaverasizlar. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Layklarni kutib qolamiz. Xonadonimiz arzon narxda sizlarni kutib turibdi. Aluvchilarga nasib etsin, salomat bo'ling. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.